Assalamualaikum hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Sharq Turkiston sürgünde hökumətinin Cumhur Rəisi G'ulom Osman Əpəndining Xitaylarning rezil ətti beşirisini açıb tashlab yozgan maqolalari chet el matbuotlarida kuchli olqishga erishmoqda. 7 avgust kuni Hindiston Vice News xabar kanali Xitaylar bilan bo'lgan madaniyatdagi ta'sir va aks ta'sirlarimiz sarlavlik maqolasini e'lon qildi. Yevropa mustamlikchilari mustamlika ellarning madaniyatiga qiziqadi, yoqtiradi, hatto hayron edi. Shunglashqa mustamlikchi millatning a'zosi bo'lgan bir muncha olimlar, tadqiqotchilar mustamlika elning madaniyatini tadqiq qilgan, kitoblarni yozgan. Madaniyat meroslarini xuddi o'zininkidek qo'g'digan. Elib ketdi deyilgandimi aktiv muzeylarga qo'ygan. Qimmatlik narsa bilib saqlagan. Bu tarafidami ularning insonligi anglashilib turdi. Ammo Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda milliy izlarni yo'qotish siyosatida mayli qaysi sistem, qaysi hukumati bo'lsin ajoyib bir xil izchillikni davom qildirib kelmoqda. Mustaqil davlat bo'lganlik tariximizga shohid bo'lish ehtimoli bo'lgan har qanday iz yo'q qilindi. İsa Yusuf Aliptekinning aslimasida tilga ilingan bir muncha ishlar shularning jumlasidan bo'lib, Xitoylar oldingi mustaqil hukumatlardan qolgan idora binolarini chekib, tuzlab, go'yo bundoq bir narsa bo'lib boqmagandek yo'q qiladiganligini yozgan edi. Bundan boshqa mustaqillik davrida hukumat xizmatida bo'lganlarning urug'lari yo'q qilinadi. Shundoqla yurt kattalari, oqsoqollar, bilimli kishilar umuman ko'pga xitob qilish salohiyati bo'lgan har kim, hatto mahallaviy nupuzlarni yo'q qilish udum edi. Asta xarakterlik madaniyat tajovuzi, madaniyat zo'ravonligi yo'lga qo'yilib kelgan chog'larda buni 2000-yillargacha deyishimiz mumkin. Mumkin bo'lganicha Xitoylar bilan bizning oramizda madaniyat farqi yo'qdek ko'rsatish tirishchanligi bilan bizning bo'lgan ba'zi narsalarni aslida Xitoyning ekanligi haqida so'z cho'chak yeyib, kishilar orasida umumlashtiradi. Xitoylar bizdan hech narsa o'rgangan bo'lmaydi. Go'yo oz sonliq millat yoki qul qilingan millatdan bir narsa o'rganish Xitoylarning kibriga, shovinist tabiatiga to'g'ri kelmaydi. Go'yo oz sonliq millat yoki qul qilingan millatdan bir narsa o'rganish Xitoylarning kibriga, shovinist tabiatiga to'g'ri kelmaydi-da. Shuning uchun aslida u narsaning Xitoylarning ekanligi hikoyalarini yeyib, natijada kishilarni ishontiradi. Ba'zi milliy odatlarimiz, alohidliklarimizni masxir qilish, to'van ko'rish, kamsitish yo'li bilan madaniyat zo'ravonligiga tayinib voz kechtirishga tirishadi. Xitoylarning izchilligi, zerikmasligi xosiyatida millatimiz aslida go'zal bo'lgan bir muncha madaniyat odatlaridan chetnab, Xitoyning yovvoyi qiliqlarini o'zlashtirgan ahvollarni e'tirof qilishimiz kerak. Masalan, tavallik Xitoy yozuvchisi Baiyang yozgan Razil Xitoylar nomli kitobda Xitoylarning asosli milliy alohidligini 4 so'zga yig'inchoqlagan edi. Maynat, qalaymaqon, varqirg'oq, gumonxo'r. Mana bu alohidliklar ichidagi varqirg'oqlikni Uyg'urlarning yoqtirib olganligini ko'rish mumkin. Bundan boshqa salom soat, adab, takallufliq so'zlar babida bakmo madaniy bo'lgan millatimiz salom soat qilishni bilmaydigan. Eng odamiyona bo'lganlari faqat g'izolandingmi deb so'raydigan Xitoylarning ta'sirida ma'lum nisbatda yovvoyilashib, salom, adab takalluf so'zlarini unutganligini e'tirof qilishimiz kerak. Masalan, nurg'un yevropalik sayyohlar Uyg'urlarning saharda qo'pib, eng avval uyning oldidagi ko'chani supurib suv chechadiganligini, bundoq bir ishni boshqa millatlarda maosh bermasa hech kim qilmaydiganligini yozgan edi. Bundan boshqa irqqa maynatchilik tashlamaslikmi milliy an'anamiz bo'lib, irq hatto quruq bo'lgandimi irqqa maynat narsa tashlash og'ir gunoh hisoblangan. Chunki irqda suv oqadi va tuvan iqlimda kishilar bu suvni ichishi mumkin. Bugun quruq bo'lsa-mu hamon irqqa suv keladi. Suv kelganda irqdagi maynatchilik suvga qo'shilib ketsa, tuvan iqlimdagi suvni ichkichilarga zararli bo'ladi. Ya'ni toki xubtandan kirmaguncha darvoza taqalmasligimi odatlarimizdan biri bo'lib, yo'ldan o'tgan biror musofir hojatmand bo'lib suv so'rab kirishi, yemek so'rab kirishi, qo'nib qolishga ehtiyoji bo'lish ehtimolligi nazarda tutiladi. Mushuningdek sonsiz go'zal odatlarimiz barbara g'uvolishib, turmushning zo'rliqlaridan, realligimizning majburlashtiridan, tizimligimizdan o'chayotgan edi. Buning aksicha Xitoylarning nurg'un bo'lmag'ur odatlarini yuqtirib olishga boshlagan edi.
Әмді Xitaylar birdilla planlarını o'zgartib, asta-asta eritib o'tishdan voz kechib, jismoniy jihatdan butunlay yo'qotish niyatiga kelgachga ular o'tmishga aylandi. Yevropaliklardek Xitoylarmı yerliklarning madaniyatiga qiziqamdi? Tadqiq qiladiganlar. Bu haqda kitob yozadiganlar bormi? Qiziqadiganlarni bor deyishga bo'lamdi yo'q. Jazm qilish tez. Kitob yozadiganlar bor, ammo bu kitoblarning ilmiyligidan so'z echish bekmi tez. Chunki kitoblar yerlik millatlarning hech narsasiga lilla, tarafsiz bir tutum bilan baho bermaydi. Masxiralik yiqilishidi. Bularning ichidagi kishini ta'sirlantirgudekleri. Güzellari haqida biror yolg'on rivoyatni to'qiblar Xitoylarga bog'lashqa. Bu madaniyatning Xitoydan kelganligi safsatasini o'tirg'a qo'yishga moyil. Qisqasi, Xitoylardagi tug'ma sho'nislik xarakter, hokimiyatning milliy siyosati aks etadigan bo'lg'achqa, ilmiy bir asar bo'lishdan to'liq yiroq. Buningdan shuni ko'rib olish tez emaski, Xitoylar o'zini markaz qilish eng bilan tug'ilgan darajada zo'ravonlikqa yotgan xarakterda bo'lg'achqa, o'zininkidan boshqaga rostini deganda faqatla qiziqmaydi. Hatto taraqqiy qilgan allarnikiga qiziqib emas, majbur qilishdanla yiqilishidi. Yerlik millatlarning madaniyat izlari, madaniy meroslari, asar atiqalariga qanday muomala qilishiga kelsak, ikki xil tutumi bor. Biri yo'qotib o'tish, yana biri o'zining qilib olish. Sharq Turkistonda buddizm madaniyatiga oid nurg'un ming uylar bo'lib, ming uylarning temida tam suratlari bor. Bu suratlarda buddizmga oid hikoya, afsonalar, rasmlar orqali tasvirlangan. Buddaning ta'limotlari rasmlar orqali tasvirlangan bo'lib, Sharq Turkistonning islomiyatdan avvalgi davrlariga oid. Bular g'arb dunyosiga sir emas. Yevropa sayyohlaridan Svin Hedin qatorliqlar bu yerlarda qidirib tekshirish olib borgan. Nurg'un madaniy yodgorliklarimiz shu anda Sankt-Peterburg, Moskva, Berlin, Britaniya muzeylarida saqlanmoqda. Oxirgi davrlarda kommunistlar sayyohlarning bu yerlarni kezishiga yo'l qo'ymag'achqa, kommunistlar kelishdan sal avvalgi chog'lar oxirgi sayyohlar davri bo'lib qolgan. Amerika olimlari qidirib tekshirish olib borgan va xili ko'p yodgorliklarni, jumladan o'yma shakllik tam suratlarining shilimshiq raq orqali ko'chirilgan ulgularini olib ketgan. Germaniyalik Maria Gabayin xonim umrini mana shu tadqiqot uchun atuvchilarning biri bo'lib, u o'tmishda Sharq Turkistonga bir necha qitim borgan. 1980-yillardan keyingi Xitoyning atalmish ichib o'tish davrida oxirgi qitim berib, bezaklik ming uyni ziyorat qilgan va qattiq yig'lab ketgan. Sababi tam suratlari asosan qasddan buzib o'tilgan bo'lib, hayoti bo'yi mushularni tadqiq qilgan bu olim tam suratlardagi odam rasmlarining hammasining ko'zi ko'chilib o'tilganligini ko'rganida chiday olmay qolgan. Demak, ming o'ylardagi rasmlar Xitoylar tarafidan g'arazlik tahrif qilib o'tilgan. Chunki yo uni elib ketgili bo'lmaydi, yo o'zgartgili bo'lmaydi-da. Bundan boshqa mumiyalar bilan birga tepilgan buyumlar ichidagi madaniyat izlarini yo'qotadiganlarini yo'qotgan. O'g'irlab Xitoyning ma'lum yeridan tepildi deb hikoya to'qishga yaraydiganlarini elib ketgan bo'lib, bundaq ishlar hamisha yoshirin elib berilgan. Natijasi darhol e'lon qilinmay yillardan keyin sahna so'zlari, ssenariy tayyorlanib bo'lmagandan keyin e'lon qilingan bo'lg'achqa rost bilan yolg'on tamoman aralashib ilg'i qilg'ili bo'lmaydigan hol olgan bo'ladi. Bir misolni desam, 1980-yili Atu shahrining g'arbiy shimol tarafidagi bir tog' etigidan toshqa aylangan odam beshi tepilgan. Bu tosh shaharlik madaniyat idorasiga topshirib berilgandan keyin idora boshlig'i Chin Peyshen bosh suмкini ilib g'oyib bo'lib ketgan. Oblastlik hukumat uningga bir mashina ajratib bergan. Bu Xitoy bosh suмкini ilib Ulug'chatga berib olgan. Urumchidan telefon kelib so'rashdi qilganda oblastliklar bilmaymiz deb yo'shirgan. Aslida bu xabar ma'lum yo'llar bilan Urumchiga yetgan va ma'lum Uyg'ur ziyolilarining quloqiga yetganda ular bu ishga intayin ko'ngil bo'lib, buni shu chog'dagi qo'rchoq rais Ismoil Ahmadga yetkazib, buning muhim ahamiyatini tushuntirgan bo'lishi kerakki, oblastga telefon qilib so'rashdi qilish Ismoil raisning buyrug'i bilan bo'lgan. Lekin odatdagi Xitoymo Uyg'urdan bo'lgan raisni ko'zga ilmaydigan bo'lg'achqa, oblastdagilar aldab o'tkazib etmoqchi bo'lgan. Ammo oxirida Ismoil o'zi telefon qilib, bu ishni qattiq tutgandan keyin chorasiz holda bu bosh sumak Urumchidagi muzeyga topshirilgan va uningga otish odami deb ism berilgan edi. Aslida Xitoylar bu bosh sumakni navbatdagi aeroplan bilan ichkariga olib qochishni niyat qilgan va yolg'on tarix to'qib uni Xitoyning ma'lum yeridan tepilgan qilib e'lon qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, bu birinchidan davlatning o'rinlashtirishi bo'yicha arxeologik tekshirish olib berayotgan arxeologlar tarafidan emas,
Oynagılı bağan bir o'quvchi tarafidan tepilganlikdan xabarni yoshirin tutishga mumkin bo'lmay davrang bo'lib ketgan. Ikkinchidan, bu ishqa atalmış avtonom rayonning qo'rchoq raisi bevosita aralashib tikilib turib olgan. Shuning bilan Xitoylarning bundaq ishlardagi an'anaviy tutumi bo'yicha ish qilish mumkin bo'lmay qolgan. Bu faqat bir qatimliq amalga oshmay qolgan o'g'irlik voqeasi bo'lib, kishilarga bilinmagan qancha yuzlagan muvaffaqiyatli o'g'irliklar bo'lib o'tgan bo'lishi mumkinligi har aqlga ayon bir ishdir. Umuman, Xitoylar madaniyat izlari mavzusida xuddi yolg'on tarix yasash odatiga o'xshashla yolg'onlarni bozorga solib kelmoqda. Umuman, bu tarixiy yodgorliklarning siyosiyligi bor bo'lib, Xitoyning siyosiy ehtiyoj uchun to'qigan tarixlari uchun dalil isbot bo'lishi sharti oldingi o'rinda turadi. Bu jihatda ularning yuzi qilchilikmi qizarmaydi. Masalan, butun dunyo Xitoy sepining Shanxaygandan boshlanib Joyuganda tugaydiganligini biladigan bo'lsa-mu, bir yili Sharq Turkistonning Kucha noyasi tavasidan tepilgan qadimgi qurilish xarobasidan yiqilmay qolgan bir parcha tam Saddichinning davomi deb nomussizlarcha iddiyoda bo'lishgan edi. Xitoylarning ilm odamlarimi siyosiy ehtiyojini deb o'zlari tadqiq qilayotgan ilm turida ilmga saxtalik aralashtirishdan xijil bo'lmaydi. Ilmga saxtalik aralashtirilsa hamon kuti ichilib qoladiganligini bilib turibmi, yana milliy ro'yidagi bosmachilik tabiiy rol o'ynab ketsa kerak. Hozirga qadar Al-Qoidaga o'xshash yer shari terrorlik tashkiloti bilan aloqasi borligini rad qilib, uning bilan kurash qilishda o'zini oldingi qatorga qo'yib kelayotgan Xitoy Talibanni Afg'onistondagi muhim siyosiy va harbiy kuch deb tasvirlab, Taliban terrorlik tashkiloti bilan bo'lgan munosabatiga ko'z yumib, dunyoni parishon qilgan bir uchur yo'llash orqali o'zining siyosiy axloqini ma'lum qilmoqda. Bu yangi munosabat. Bu Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni assimilyatsiya qilishda, terrorlikqa qarshi turish bahonasini qo'llanish bilan yayilma planini Afg'onistongacha amaliyleştirib, oshqun, atalmış islomchi guruhi bilan do'stlik o'rnatib, ikki yuzlamachi, bir-biriga zid g'arzini oshkorlamoqda. Amerika Janubiy Osiyo rayoniga xavf yetkazishdagi yoshirin kuchga ega ikki davlat o'rtasidagi munosabatga ko'z yumdi. Munosabatning taraqqiyotining gumonliq tarafi yaqinda Xitoy Tashqi ishlar ministri Tianjinda Talibanni kutib olib, Talibanning Afg'onistonning tinch yarashishi va qayta qurish musobaqasida muhim rol o'ynashi kerakligini aytdi. Xitoy bundan ilgari eng oxirgi qatim 2019-yili Talibanlar bilan aloqalashgan. Xitoy bilan Talibanning uchrashishi har ikkisi uchun foydali. Talibanlarga zo'rlik bilan davlatni qo'lga keltirish urinishi uchun xotirjamlik yaratdi va Xitoyning Talibanni qo'llayotganligini dunyoga ko'rsatdi. Amerika 31 avgustgacha Afg'onistondan askar chekintirishni jakarlagandan keyin Taliban Xitoydan boshqa Rossiya, Iran va Turkmanistonni ziyorat qildi. Do'stlarni kutib olish ularga o'zlari izlayotgan qonunlikni ato qildi. Talibanga nisbatan har qanday yumshash shu davlatning rayondagi shaxsiy manfaatiga bog'liq. Wang Taliban bilan ko'rishganda Xi Jinpingning Afg'onistonga mablag' selish, Xitoyni hurmatlash, Taliban kontrolni qo'lga keltirgandan keyin Afg'oniston vaziyatini tinch hal qilish, Xitoyga qarshi turadigan har qanday guruhning Afg'onistonda mavjud bo'lmaslik talabini aytdi. G'arbdagi Xitoyga hissdoshlik qiluvchilar Taliban Xitoy munosabatidan ansirmaydi. Xitoyning o'z ta'siridan foydalanib, Talibanlarni qoyil qilish uchun tirishadiganligini o'ttirib qo'ydi. Bu xil baho Xitoyni o'z shaxsiy manfaatidan yiroqlashtirdi. Xitoy Janubiy Osiyo ishlarida gavdalik rol o'ynashni o'ylasimi, Hindistonni qoyil qila olmaydi. Xitoy Amerikaning mavjudligi tufaylidan Afg'onistonda rol o'ynay olmadi. Amerikaning ayrilishidan keyin fursat kutdi. Xitoy Afg'onistonni bir yo'l bir belbog' siyosatining tashabbusiga eng yangi sherik deb qaraydi. Xitoy Sharq Turkistonni Vuhan koridori orqali Pokiston va O'rta Osiyoga tutashtirishni xohlaydi. Yaqinqi 20 yilda Amerika Afg'onistonni nurg'un jihatdan muqimlashtirishda muhim rol o'ynadi. Amerikaning ayrilishi bilan kelgusi muqimlikni qanday kafolatlantirish, kimning terrorlik guruhlarini saqlab qolishi cho'ng bir masala. Taliban va Xitoyning bu davlatga qiziqadiganligi kelgusida qalaymaqonchilikning asosi qilinadi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mustaqillik uchun o'lishni xohlaydigan millat izzat hurmati va shon sharafi uchun har qanday narsani fido qilishga tayyor turdi. Bo'ynini o'z qo'li bilan asorat zanjirida bog'lagan sharafsiz, izzat hurmati yo'q millat bilan do'st dushmanning nazaridagi o'rni o'xshash bo'lmaydi degan. O'zining shon sharafini qo'g'day olmagan,
Qulluqda qolgan millat qulluq zanjirini parçaqlab tashlamaguncha har kimning nazaridagi o'rni tuvan bo'ladi. Mustaqillik hurlikdir. Mustaqillik shon sharafdir. Qulluqda yashagandan o'lim a'lo. Birla tanlash bor. Ya mustaqillik, ya o'lim. Biz uchun vaqt ayırğınlarga ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.